Bizge 25 yaş. Ансамбль turmushunda endi shirik g'asr o'tgan. Shunga ko'ra kollektivning boy, o'zinchalik traditsiyalari bor. Qo'yshandir negizi bizni g'oila porlari tashkil etgan. Salatli yoshlar uchun ансамбль tug'an yurt kabi. Munda biz tudiq, munda o'stik desakda bo'lar. Мы верим, что наши крепкие семьи, наша опора никогда не распадутся. На наших глазах выросло уже новое поколение танцоров, и их дети тянутся к искусству хореографии и успешно делают свои первые шаги на сцене. Они с удовольствием участвуют в небольших танцевальных эпизодах, и мы верим, что когда-нибудь они также пойдут по нашим стопам. Bilganingizcha, biyu ul bek o'tishli bolalarni tarbiyalash ham o'stira olamadi. Uzoq yillar Qozon ansamblida bolalar uchun xoreografik studiya ishlab keladi. Bunda 500 malay ham qiz bilim oladi.